Assalomu alaykum aziz ko'raymanlar. Men hozir sizlarga Uyg'ur taomlaridan biri bo'lgan qo'ldobining tayyorlash usuli va asos materiallarini ko'rsatmoqchiman. Qo'yning loqishi 400 gram, yerimbas sabza, bir bosh yong'yo, ko'k qizilmush bir qo'zakdan, samsoq 5 chesh, Bol piyoz, zencefil muvafiq miqdorda, bir bosh piyoz, tuz, oqmuch, titqo, armuch, oqsho'rpa, tandir qiyami, jangyo, sumay qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Oldi bilan qo'ldomining xamirini tayyorlab olaylik. Xamirmi tayyor bo'lib qoldi. Endi go'shtni ushoq danchiq to'g'rab olaylik. Sabznimi ushoq danchiq to'g'rab olaylik. Yong'yonimi o'xshash cho'nliqda danchiq to'g'raymiz. Endi yong'yonni to'g'rab oldik. Ko'k va qizilmushlarni danchiq to'g'rab olaylik. Mushlarning ichki qismidan to'g'raymiz. Piyozni danchiq to'g'raymiz. Bol piyozning o'ttirni yerib danchiq to'g'raymiz. Zencefilni ushoq to'g'rab olamiz. Samsoqni nefis yaproqchi qilib ushoq to'g'rab olamiz. Tayyorlab bo'lgan xamirni ushoq jiz qilib yemirib tayyorlab olaylik.
De. Қолдамның чүпіні соғақ суда жұмысақ мы болды? Әмде bu tayyorlangan қолдамның seyini üstüge salımız. Andın üstüge qarmıştın biraz sipatımız. Қолдамını manımış boyunca tayyorlab istemal qılsaq buludu.